Esingizda bo'lsa, biz 20 mingta bo'lsa, ikkita chexol sizga hadya qilamiz deb va'da bergan edik. Bitta chexolni hadya qildik. Ikkinchi odamga yozuvdik, javob qaytarishmadi. Bu esa sizlarga nasib topeli. Bu chexolimizni yutib olish shartlari mana shu videoga like bosing va kommentariyaga ko'proq bir raqamini yozib qoldiring. Biz sizlarga kommentariyada aniqlab bu chexolni hadya qilib yuboramiz. Bizning fishkamiz bir raqami-ku. Ana endi sizga bitta chexol emas, to'likini ham qo'shib beramiz. Mana shu ikkita sovg'ani sizlarga hadya qilib yuboramiz. Okelar, maksimalni birni bosib tashlaylik. Xudo xolisa 3 kundan keyin, ya'ni seshanba kuni mana shuni kimdir yutib oladi. Okelar, yengillikni dodasi kelgan. Mana ko'ryapsizlarmi? Kobaltga shunaqa zo'r yengillik qilib qo'yganmiz. Orqa tomonlari vaqti zo'r. Ko'chada 70-80 dollarga olib yurgan chexolingizni biza birinchi qo'l biza optimiz narxini bor yo'g'i 40 dollar qilib beryapmiz. O'ylayapsizlarmi? Shunaqa sifatli chexolni 100 dollar sotiladigan chexolni 40 dollarga qilib beryapmiz. Okelar, yana bu yerda mana bu universal chexollarning narxini 600 ming so'm qilib beryapmiz. Okelar, bemalol kelib, mana shu eksklyuziv do'kondan olib ketsanglar bo'ladi. Manzil ham vaqti zo'r. 3-2-25 do'konga kelaverasizlar. Yana bizda zaprosda ko'p odamlar yozyapti, bizni ulgura olmayapmiz. Biz mana shu Instagram tepasida linkini qoldirib qo'yganmiz. Telegram kanal ochib qo'yganmiz. Telegramga har kuni yangiliklarni bosib tashalyapti. O'sha yerda nechtadir chexol sotilib ketyapti. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar, okelar. Mana shu videoga like bosinglar, tez tanishlarga jo'natib tashlaylik.